Sotiladigan hovlimizdan ham ko'ra oldi menga juda ham yoqdi. Juda ham katta ekan, qaraydi. 4 ta mashina qo'ysa bo'ladi, zelen zonasi. Tak ikkita yonma-yon Hasanxon hovlimizni o'ng qo'ldagi sotildi. Mana chap qo'ldagi reklama qilib beraman. Chilonzor tumani Hozirobod mahalla, orientir 16-gorbanitsa. Kiruvchi biza juda ham ajoyib ko'rasizlarmi? Tak, полностью Xitoy kafilda o'tkazilgan, sirpanmaydigan. Fasadlarimizdan chiroyli chiqqan, oppoqqina bo'lib, podsvetkalar bilan juda ham yarashib turibdi. Ikkita chetda zelen zona. Tak, yozgi oshxona, darvozaxonamizda naves osti juda ham katta ko'ryapsiz. Mana shu o'zida tapchan qo'yib dam olib tursa ham bo'ladi. Tak, bu yerda hojatxonamiz joylashgan. Chiroyli balkonlar qilib qo'yilgan. Uy ichiga o'tamiz, birma-bir tanishtirib o'taman. Kirganda kattagina hol, standart planirovka. Tak, panoramli oyna. Juda ham ajoyib. Hamma narsa akkuratniy qilingan, kattagina qandillar. Tak, chap qo'limizda oshxona. Oshxonani fartugi uchun mana joy tashib ketilgan. Mebel uchun fartug tashib ketilgan demoqchi edim. Tak, mana. Termostat datchiklar har bitta xonaga o'rnatilgan, issiqni alohida kontrol qilish uchun. Tak. Eshiklar ham yaxshilab tanlangan ekan. Chap qo'lda yana bitta. Bu tahoratxonamiz, sanuzuli, ya'ni bu gostivoy. Alohida birinchi etajga qilingan. Yonginasida kattalar yotoqxonasi, razmerlari yaxshi qoldirilgan. Tak, orqa hovliga qaragan oynasi bor, panoramli oyna. Havo aylanishiga, yorituvchi joylarimiz bor. O'zining ichida alohida sanuzuliga ega. Marhamat. Dushovli kabinali qilingan. Tak, endi bizga eng kerakli joylardan bittasi zal. Zalımızın razmerlari katta. Freezer zonamiz. Yo, haqiqiy o'zbekona qilingan, avtochentadan chiqarilgan, ikkita panoramli oynasi bor, orqaga chiqib ketsa ham bo'ladi. Tak. Endi ikkinchi qavatga o'tamiz. Ikkinchi qavatga ko'tarilib oldi. Tak, o'ng qo'ldan boshlaymiz. Tepada 4 ta xona, ikkitasi master spalnya. Marhamat. Juda ham ajoyib chiqqan. Bu yerda bitta kichkina garderobli xonamiz, televizor o'rni, oldida sanuzul joylashgan. Tem dushovli kabina. Bu endi bo'shligini ko'rsatib o'tirmayman. Ishqob esa turib oladi, olgan odam. Tak, undan keyin yana bitta spalnyamiz ham. Bu ham xuddi shunaqa birinchi etajdaqa. Oynalarni ko'rsatib o'tirmayman. O'zining ichida sanuzuli ham bor. Uyimizda jami 3 ta xona, 3 ta spalnyani o'zida sanuzuli bo'ladi. Ikkitasi детский qildirilgan. Tak, ikkinchi qavat uchun umumiy yuvinish xonasi, vanna qo'yilgan. To'g'rida balkonga chiqamiz. Tak, детский spalnyamiz, marhamat. Remontlari yaxshi chiqqan, akkuratniy. Yana bitta детский spalnyamiz. Endi podvol qismiga o'tamiz. Podvolimiz ham salkam jiloy qilingan, bemalol yashasa ham bo'ladi. Mana tushganda chap bo'ldi. Kattagina xona. Oynalari ham bor yorituvchi tushishiga. Tak, bu yerda kotelniy xonamiz, boiler, kosvenniy qo'yilgan va kotelimiz. Bu yerda bitta холодный komnata va oxirgi kattagina xonamiz. Buni kinoteatrning sport zali xohlagancha qursa bo'ladi. Tak, uyimiz Chilonzor tumanida joylashgan, narxi 490 ming, 3 sotuv, 400 kvadrat metr. Pastda raqamni qoldiramiz. Salomat bo'ling. Обязательно like bosishdan chiqmasin.